Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali, yumshoqqina xamirli mini pitsalar tayyorlaymiz. Bolajonlarga judayam yoqadigan pitsalar bo'ladi. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini video tagida yozib qoldiraman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Xamirimizni qorib olamiz. Demak, bizga 500 ml iliq sut, 250 ml suv, 45 gram shakar, 2 choy qoshiq tuz va 17 gram dro'jja solamiz. 80 ml yog' kerak bo'ladi bizga va 1 kilogram atrofida un kerak bo'ladi. Suyuq mahsulotlarimiz judayam issiq yoki judayam sovuq holatda bo'lishi kerak emas. Qo'l kuymaydigan darajada iliq bo'lishi kerak. Ya'ni iliqdan biroz issiqroq, lekin qo'l kuymaydigan darajada bo'lishi kerak. O'shanda dro'jjamiz aktiv ishlaydi. Agar issiqroq bo'lsa, suyuqliklar dro'jja kuyib qoladi. Keyin xamir yaxshi ko'tarilmasligi, oshmasligi mumkin. Hamma mahsulotlarimizni solib aralashtirib, elab olingan unimizni oz-ozdan qo'shib, yumshoqqina xamir qoramiz. Yog'imizni yarmidan ko'pini xamirni boshida, xamir qorishdan oldin qo'shdik. Qolganini xamir qorib bo'lgandan so'ng oxirida quyib, xamirimizga chiroyli qilib ishlov beramiz. Mana qo'lga biroz yopishar-yopishmas yumshoqqina xamir bo'ladi. Qolgan yog'ni quyib, xamirni va ustiga strich paket yopib, 45 daqiqa va 1 soat davomida tindiramiz. Ya'ni yaxshilab oshib chiqqunicha. Mana xamirimiz chiroyli bo'lib oshib chiqdi. Endi xamirni 80-85 grammdan zolalarga bo'lib olamiz. Agarda tarozidan foydalangan holda bir xilda zolalar yasab olsangiz, pitsalar bir xilda kattalikda chiqadi. Chiroyli zola qilib, yana 10-15 daqiqaga oshirish uchun olib qo'yamiz. Xamirimiz biroz tinib turgunicha biz nachinkasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga sosiska kerak bo'ladi. 500 gram sosiska to'g'rab olamiz. Yana ham tapga qarab ko'p yoki kam solishingiz mumkin. 300-400 gram sir kerak bo'ladi. 3 dona bolgarskiy, 4 dona pomidor va olivka kerak bo'ladi.